Osimhen Husanovni hech qachon unutmaydi. Manchester City muxlislari Husanov haqida fikrlari. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizning qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Ekstra Sport promo kodi bilan ro'yxatdan o'tsangiz, 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiritasiz. Hozirroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonuslaringizni qo'lga kiriting. Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining oxirgi uchrashuvida Manchester City o'z maydonida Turkiya chempioni Galatasarayni qabul qilib, 2-0 hisobda zafer quchdi va musobaqaning 1/8 finalida to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Manchester Cityning dunyoga olgan muxlislari ijtimoiy tarmoq orqali Husanov va Osimhen o'rtasidagi kurashga o'z munosabatlarini bildirib, o'zbek futbolchisining o'yiniga yuqori baho berdi. Kanalimiz futbol ishqibozlarining fikr-mulohazalarini tomoshabinlar e'tiboriga havola etishni ma'qul deb topdi. Asadi Homi Husanovdan Rolls-Royce darajasidagi o'yin. Salif Kabore Husanov Osimhenga nom bermadi. Yakob Garba Abduqodir juda kuchli ekan. Ashim Musole Husanov senga hurmatim baland, iltimos shu ruhda davom et. Ali Tuchuki bizga Osimhen holatdan yaxshiroq deyishgan edi. Barbanasnan va Husanov, Gehi, Yoshko va Nunish keyingi mavsumda eng zo'r himoyachi sig'i bo'ladi, ishoning. Futbol Jokes agar Pep Husanovni muntazam o'ynatsa, u dunyodagi eng zo'r himoyachiga aylanadi. Mehmon Osimhen bu Husanov degan yigitni hech qachon unutmaydi. Winston Simons, Endi Holland va Osimhen o'rtasidagi bahslar tugadi. Vini Junior Husanov haqiqiy qahramon. Top Wayne Husanov jahon darajasidagi o'yinchi. Viktor Tor aka endi Husanovni ham hurmat qil. Lita Zakuva Husanov erasi boshlandi. Almedi Lahan Husanov bizni qutqargan odam. Albane Shimi Husanovdan o'tish oson emas. Geddi Blaise Osimhen bu o'yinni hech qachon unutmaydi. Kamamato Abduqodir dunyodagi eng zo'r markaziy himoyachi. Rollins Rish Husanov va Donnarumma Viktor Osimhenni to'xtatishdi. Martinelli Mikobis Husanov eng yaxshi himoyachi. Mulalo Kayro Husanov har doim o'ynashi kerak. Men uni birinchi o'ringa qo'yaman. Sudeys Sheikh bu yog'iga endi Husanov yondiradi. Qadrli do'stlar, siz Husanovning so'nggi o'yinlari haqida qanday fikrdasiz? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.